O'zbekistonda qaysi universitet eng yaxshisi? Eng yaxshi diplomni qayerdan olish mumkin? Buni taxminlar bilan emas, xalqaro QS reyting asosida bilib olamiz. QS xalqaro reyting. Bu har yili dunyo bo'yicha eng yaxshi universitetlarni baholaydigan xalqaro tashkilot. Universitetlar ta'lim sifati, ilmiy maqolalar, bitiruvchilarning ishga joylashish darajasi va xalqaro hamkorlik kabi bir nechta mezonlar asosida baholanadi. QSning 2024-yildagi reytingiga ko'ra, O'zbekistondagi top universitetlar quyidagicha. Birinchi o'rin TATU Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti IT sohasi bo'yicha eng yuqori reytingga ega. Ikkinchi o'rin O'zbekiston Milliy universiteti fundamental fanlar bo'yicha kuchli ilmiy maqolalar va professorlar tarkibiga ega. Uchinchi o'rin Toshkent irrigatsiya instituti muhandislik va texnologiyalar yo'nalishida eng yaxshi natijalarga ega. Siz qaysi universitetga kirmoqchisiz yoki maqsadingiz hali aniq emasmi? Eng yaxshi universitetga kirish uchun sizga puxta tayyorgarlik, baland natijalar va to'g'ri strategiya kerak. O'qishdan tashqari loyihalar, xalqaro olimpiadalar va grant dasturlarida ishtirok etish juda ham muhim. Siz ham eng kuchli universitetlarga kirishni orzu qilyapsizmi? Salohiyat School bu yo'lda sizga eng yaxshi tayyorgarlikni taklif qiladi. Natija o'z harakatingizga bog'liq.